turinglar deb oyijonlar. Mana peshonasi, burnini ko'ryapsizlarmi? Lablari iyagi. Burnini qanaqa puchoqligini. Burni ro'si ham puchoq, yuzi bilan tekis bo'lib ketgan tanishinglar bormi? O'shalar Binder fenotip deyiladi. Menda shunaqa bir ko'rsatishim bor edi, lekin bizadan farq emasdi, shunchaki burni bilan farq. Da, xuddi shunaqa. Buni Down deb o'ylashadi ko'pchilik, lekin bu Down emas, bu sog'lom bizadagi odam. Faqatgina yuzi ko'rinishi sal xunukroq bo'ladi, burni juda ham puchuq, yuzi bilan tekis bo'ladi. Rinoplastika qildirib oladi keyin. Onasini kutgan qizlar 3 ta o'g'ildan keyin onasi kulsa, kulishini ko'ryapsizmi? Onasi kulgandan keyin hozir boshqa homiladorim yotibdilar-da. Ana boyagi 3 ta o'g'illari bor, ayolnikimi bu deyaptilar. Da, o'shalarniki. Ana, jonim, lekin sog'lom odamdek bo'lishadi.